Bugun sizlar bilan eng ishonchli retsept bo'yicha keks tayyorlaymiz. Bu keks albatta og'zingizda eriydigan, barchaga birdek yoqadigan keks bo'ladi. Tog' arachamizdagi 4 ta tuxumlarimizni chaqib, ustidan shakarlarimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Va bu yoqda o'lchab olingan qatiqlarimizga chaynik sodamizni uksus to'ldirib olib, qatiqning massamizni tuxumning massiga aralashtirib solamiz. O'lchab olingan sariyog'larimizni eritib, qatiqning massamizga solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. O'lchab olingan unlarimizni sekin-astalik bilan bo'lib solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqangi quyuq, zo'r massa hosil bo'ladi. Biz tropik shokoladdan foydalandik. Bu xohishga qarab sotseli ham, solmaseli ham bo'laveradi. Endi qoliplarimizni yaxshilab yog'lab olamiz. Bu orada duxovkamizni past olovda qizdirib qo'ygan bo'lamiz. Tayyor bo'lgan massamizni keks qoliplarimizga solib, tekislab chiqamiz va ustidan yong'oqlarimizni terib chiqamiz. Men bu keksni tayyorlab turgunimcha sizlar meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan da yaxshi retseptni mendan kutib qolinglar. Endi qizib turgan duxovkamizga kekslarimizni jo'natamiz va bir zumda pishib tayyor bo'ldi. Endi buni oralarini kesib ko'ramiz. Oralari shunaqangi g'oviy bo'lib chiqqan, shokoladlari erib, juda ham shirin va mazali bo'lib chiqdi. Mashalloh.